Assalomu alaykum aziz muxlis. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha yangiliklar va show biznes olamidagi so'nggi videolar kanalimizda joylashtirilib boriladi. Şükür. Kim Şükür? He, Ha, gördünüzmü? Ano bir bola boltayıp yana vizib tashladi Şükürge. Boltayev. Ano, Boltayev şu an chempionda. Nima, mana 32 metr bola Boltayev. Zurbayiz. Buni Şükür urgan. Şükür meni shogirdim bo'ladi o'zi aslida. Bitta Ha, zalda turnovka qilganmiz. ha, Hozir kap bo'yda qilyapti, uzoqda qilar edi. Uzoq Ibrohim ha, aka shogirdi bo'ladi. Ha, Araboy ekan bor rahmali o'lib ketdi. Joy jannatdan bo'lsin. Olimpiyskiy turner kurashdan. ha, Doston bozori turneri bo'ladi. U inson ha, bizga ham turner bo'ladi. Kurashga ham boraman. ha. Bizda turner bo'ladi u ham. Doston bozorovda turneri rahmali. Araboy ekamni kim taniydi? Olimpiyskiy. Uzoq Araboy. Yo, bilmadim, men tanimas ekanman. Azizjon, mana bu shuni bir kamilni baribir siz ana qilsangiz qabul qiladi-da, chunki sizni konkret endi hamma ko'radi-ku. Endi siz qilsangiz, men ham ko'p qildim. Baribir ana olmayapti-da, qilmayapti-da. Endi baribir sizni yordamingiz menga. Assalomu alaykum. U Kamil Vaalaykum Gandollar assalom. o'zi Assalomu keladi alaykum. men oldimga. O'zi keladi u Gandollar. Ya, bilaman. O'shani Aytishga bilan Assalomu. sen jala men orqamdan pizes populyarniy bo'lyapsanmi? Bilan Nimaga? Instagramdan pizes yurgizyapsanmi? O'tgan safarlik duongizdan keyin yomon o'tib ketdi ana videolar aka. Meni duvom bilan Temir Tursuyni teshib yuboradi, meni duvom. Ha, вообще aka. Qani ismingiz nima aka? Yusuf. Yusuf akamdan bitta duo qilib qo'yay. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohi omin. Ey Xudoyim, men shu Yusuf akaman bo'ylarga chiqib Ashtagon ligada iloji boricha ko'proq yutkazursin. Allohu akbar. Gap. Ya aka, Bizda lekin Aziz akaning duosi yomon, lekin bitta duo qiluvdi, bilan Instagram вообще axbatlarim ko'tarilib ketdi. Ya, kuzataman Azizjonni, anchadan beri kuzataman. Malades. Gap yo'q. Men men qo'lni hamma videosini qoldirmay ko'rganman, hammasini pashti ko'rib men qolaman. Instagramga qiziqmayman. Men Instagramga bir yil kirdim. Bir yil. Gold so'kkani kirganman. Bo'ldi, tamom, shu bilan qolib ketdim. Men Instagramga вообще men ochmaganman, men bilmayman ham. O'tgan yil kirdim. Bir yarim yil, bir yil ular. Azizjon, Bilmayman. bir nima so'rasam bo'ladimi? So'rang aka. Goldni nima sukasi faqat shuni men hech bilmayman-da, endi misolga tushunmayman. Nima sukasi faqat? Telefonim qani? Mana men sizlarga sirni ochib, Sardor ham video qo'ydi-ku, ko'rmadinglarmi? Sardor qo'yganini. Men ko'rdim. iPhone'im qani? Rashidda. Bu mana o tomonini qara. Короче, endi deyli dahuya bo'lgan. Mana shu yerda hali ham videolari turibdi. Mana shu jibank esa xudo xolasa ko'tiga sikaman. Kim buyurtma qilganini o'zi shunaqa sayraydi, hali ona endi ko'tiga siki. Men sizlarga sirni aytaman, nima uchun men gold so'kishimni, gold bilan muomalam yaxshi emasligini. Hozir videosini topib olay. Endi bir erta shuni sirini ochib beraman. Qani endi bu ona endi ko'tiga siki video. Yana gandon chiqdi. Hali xudo xolasa bu bola keladi O'zbekistonga.
O'zbekistonga keladi. Shuning uchun men indamay turibman. Baribir O'zbekistonga keladi. Mana u sherigi bor mana Gandon. Mana. Keyingisi Sardor Kutiga Dubayda diktorga siktirib yurgan. Bola, Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, nima uchun o'zi Gold izlashga video chiqaryapti? Sababini aytaman, oxirigacha eshitingizlar. Mana bu Gold. Gold yonidagi bola Gold tanishi. Gold karusi bu bolaga aytgan, ijtimoiy tarmoqda sen o'zingga so'gasan deb. Lekin bu bola oshirib yuborgan, mana shu. Oilasini ijtimoiy tarmoqqa olishdan xotinini rasmini qo'ygan, asli otasi onasi. Endi so'kkan, haqoratlagan so'zni eshitgan. Mana shu bor. Aslanova Madinaxon Abdusalim qizi. Mana bu pidarasi. Tak. Pidarasini otasi Toshpo'latov Saidjon Azimovich tug'ilgan sana 1960-yil 26-may. Nechta qo'ygan meni videomda. Onni meni videom. ko'rdim. Xotinimni, oilamni. Assalomu alaykum, parazitni mujiki, достойный mujiki. Mujiklar menga gapirishadi. Vizit taylaganlar atvet bermaysizmi? Men atvet bermayman. Men telefon polvon, internet polvon emasman. Men test qilib ko'rsataman. Amerikaga kela olmaysiz deb bittasi chiqadi. Men xohlagan joyimni Amerika qila olaman, xohlagan joyimni Amerikaga sola olaman. Men ular bilan gaplarish, ularga atvet qilish men uchun nikanay, nipadebais his qilaman men uchun. Men internet polvonman. Xohlaishga bo'lsa, xohlayman bo'lsa, men tayyorman. O'zbekistonni she'rini ko'rsatishga tayyorman. Xoh internetga kerak bo'lsa, xoh internet tarqasidan hayb yig'moqchi bo'lsanglar, Instagramni sportga, yoshligi, motivatsiya bo'lsin deb ochdi. Internetga haypa jo'r, karatistlar bilan hayp ishlab, videolar chiqarib yurish uchun emas. Достойный bo'yinli bo'lsa, Tailandga, Puketga kelinglar, professionalniy bo'y organizovat qilinglar, o'zinglar o'zinglarnikini olinglar. Agar sizlarga hayp kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men sizlarga haypa jinnisini beraman. Assalomu alaykum, parazitni mujiki. Keyin u ponni buni qilmadi. Parazitni otasi Toshpo'latov Saidjon Azimovich. Bu, короче, men bitta video qo'yganman, bir dona. U ancha yil oldin bitta video qo'yganman. Sardorda Dubayga borsam soch turgan ekan, soch kiyib turib, assalomu alaykum akalar, paryadishni akalar deb turib video qo'yganman. Bitta boshlanish. Keyin videoni qo'ydim. Qo'yganimdan keyin Sardorga Gold telefon qo'yapti. Meni ermilab qo'yibsan, deyapti. Men aytdim, sen kimsan dedim. Men seni ermilayman dedim. Yo seni dedim Gold dedimmi? Kimsan? Men o'li agar u paytda Gold tanimas edim. U Instagramda rosa reko'gan paytida достойный порядочный mujik deb. Men qo'yganman, men uni kim chiqarganidan xabarim bo'lmagan. Bu so'zni muallif kimligini bilmayman men. Keyin ashina bo'ldi, короче dedi, videoni o'chir dedi. Nimaga o'chiraman videoni dedim. Seni so'kkanim yo'qdim, sen haqingda gapirganim yo'qdim. Yo bu gap sen registratsiya qilib olganmisan, o'zlashtirib olganmisan dedim. Desam, qo'tag'am kelmaydi qo'lingdan dedim. Nima deyapsan? Lubojida ko'rishaman. Qashqadaryoga ham borib ko'rishaman dedim. Men javob beraman, sen hech narsa qila olmaysan dedim. Ashina bo'ldi-da, keyin Sardorga chiqqan. Sardor yonimga keldi, Azizni videoni o'chirib yubor, do'stim bo'lsang dedi. Bu bir dona video o'chirdim. Keyin bu yonidagi Gandonga yetgan. Bu Gandon aktrisa qizni ham tinmay tema qilib yuradi 1 yildan beri.
Ama yaqinda hali sportsmenga erga tegandi ham. Hmm. Keyin videoni o'chirib yubordi-da, videoni ular ham o'chiradi dedi. Ana qo'yib tashlagan videoni. Gold WhatsAppda Sardor bilan gaplashyapti. Meni Instagramimdan Sardor videoni o'chiryapti. Mana Gold deyapti. Sahranlikka ham olganim yo'q, o'chirib yubordim deyapti. Ana unga dedi, endi azdi dedi, ota-onasini videolarini o'chirsin dedi. Bilad, neto dedi. Keyin Gold o'chmaydi dedi. Bo'pti dedim, o'chmasa turaversin dedim. O'chmasa turaversin dedim. Qaytib yozsam ham ayda gap qilmadim. Men dinnaxuydan berdim keyin meni. Hmm. Gold stoykachi-ku, Gold kurashi nol ekanda. O'zi necha ko'rdik kurashni bilmasa ekan. Meni tema qilishimning sababi akalar, Hmm. bekorga men birovni tema qilmayman. Xudo xohlasa, inshaalloh men sizlarga va'da beraman. Allohga qasam ichaman. Bir kun mana shu bola Xudo xohlasa Gold sotadi. Inshaalloh bu bola O'zbekistonga keladi bir kun. Shunaqa Gold sotadi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa bu bola Gold sotadi, Xudo xohlasa. Gold bilan keyin qonuniy chiroyli joylarda yana gaplashamiz. Inshaalloh va'da beraman sizlarga. Va'da beraman sizlarga. Endi mana shunday. Butun O'zbekiston noo'rin video chiqaryapti deb o'ylardi-da sizda. Mana Gold izvassa qilardingiz-ku. Agar buni bilsam, shunday ha, men hozir mana bilyapman buni. Haqiqatdan to'g'ri video chiqarayotgan ekan. Men bunaqa ko'rimsiz uyda yashasam ham, bunday uyda tursam ham, daxo'ya bo'ydan bo'yman. O'zimizni, mana shu tumanimizda 10 ta bo'y bo'lsa, 10 ta bo'yda chekiraydigan odamman. Puldan muammo yo'q. Pulimdan Xudoga shukr 5 yil, 6 yildan puldan muammo yo'q. Men birovni video qilib hayda qilmayman men. Prosta dogovor bo'ldi. Mana Sardor ham menga yozdi. Dogovor bo'ldi, u narsa chin bo'ldi dedi. Aziz dedi, o'sha bir dona video bor. O'shani o'chirib tashlasin dedi. Qolgan videolar, bular 70 ta video chiqarib tashlagan. Oxiri Sardorni ham ota-onasini chiqarib yubordi. Sardorni ham otasini, ukasini, singlisini, hammasini. Mana u narsa men qonunni yaxshi bilaman, chunki men o'zim ma'lum miqdor bo'lsa ham o'sha yerda ishlaganman, yurganman. Mana u narsa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chunki mana ular pasport stoldan ichki ishlar xodimlari tomonidan beriladigan narsa. Oddiy fuqaro ololmaydi bu narsani. Unga O'zbekistonda turib kimdir Goldga tashlab bergan, Gold unga bergan, ashunday bo'lgan. Bular Xudo xohlasa inshaalloh men sizlarga mana shu oyoq qo'lim but, yuragim urib turgan bo'lsa, bir kun nakazim qilaman men. Xudo xohlasa bir kun nakazat qilaman men bularni. Ko'cha tomonlama emas, yana bilan yozib olib ko'cha tomonlama emas, qonuniy tomonlama nakazim qilaman. Xudo xohlasa 20 yildan keyin ham men buni ushlayman baribir. Yigirmadan keyin. Sababini ko'rdim, nima uchun chiqarishimdi? Endi mana tushundik. Sababini bilmasdik haqiqatan. Ko'pchilik bilmaydi. Men gandon, pidaras bo'lganimda men uni otasini shunaqa so'kardim, bila rasmlarini olib. Onasini shunaqa so'kardim, rasmlarini chiqartirib. Men unaqa kirisa gandon oilaga osiladigan odam emasman. O'zini sikaman. O'zini qonuniy tomonlama sikaman. Hozir ko'cha yo'q. Yana bilan zapis qilib ko'cha-po'chani qilib tashlamaydi. Ko'cha yo'q. Qonun ustuvor. Xudo xohlasa, agar bu bola sotadi bir kun kelib. Goldni inshaalloh shunaqa sotadi bu bola. Ko'tiga sikiladi O'zbekistonga kelsa.
ko'tiga sikiladi u bola. Bekkormi kim edi? Bekkormidi bu? Bekkor. Shuning uchun hozir men indamay turibman, men o'zim indamay turibmanki, men bu narsani isbotlayolmayman. Bu bekkor keladi, ko'tiga shunaqa sikaman qonuniy tarafdan. Ko'tini shunaqa gapirtiraman, o'zi sotadi keyin. Meni deydi Gold majburlagan deydi. O'zi chiroyli aytadi, xudo xolasa. Inshaalloh. Men kechirmayman, odam zotini kechirmayman. Immini shu qilganligi uchun uni kechirmayman. Agar O'zbekistonda otimga hukm bo'lsa, otim hukmini berilsin deyman. Bir umr qamoq jazosini bersa, norozi bo'lib chiqaman. Otimga berilsin deyman. Otimga hukm qilinsin deyman. Norozi bo'lib chiqaman. Azg'on nechta farzandingiz bor? Ikkita. Katta necha yosh katta farzand? Kattan 6 ga kirgan. Bir o'g'il, bir qiz. Yo'q, ikki o'g'il. Shuning uchun sizlar kimdirlar meni yomon ko'rishlaring mumkin. Mana bular ham aytayapti. Kimdirlar yomon ko'rishi mumkin, lekin sizlar bilan urushim, mana hozir mana u Brat bilan urushaydigan bo'lsam, bitta Melisa tanishim bo'lsa, aka istoriyasini ko'tartirib bering deyman. Shuni ko'tartirib beradi, xotinini, ayasini, dadasini, qizini u biladi. Bo'lmagan narsa. Bu erkakning ishi emas. Sizlar meni yomon ko'rasizlar, Gold haqida gapirsam, lekin Goldni chichib qo'ygan joyi bor. Hozir isbotlanmasligi mumkin. Lekin men o'zim bilaman-da o'zim uchun, chunki Gold bilan gaplashdik. Gold videoda og'izdirib tasha. Og'izdir videoni. Bo'ldi og'izdiraman, sen videoni oldida WhatsAppda turib Sardor bilan gaplashib, WhatsAppda o'chirib udalit qildi. U qaytib javob bermadi, video olinmas ekan deb turib soобщение yozib yubordi bilan. Qaysi bir dostoyniy ish. Yana nima deydi? Bitta dasturxonda onadan so'kkanlar bilan, chestyo'qlar bilan o'tirmayman deydi. Bu gandon kim mana u? Mana u dalbayo'q bilib. Bir oy bitta joyda yashashdi. U kim gandon? Xudo xolasa inshaalloh mana bola O'zbekistonga kirib kelgan kuni, ko'tiga sikilgan kuni. Ko'tiga shunaqa sikilgan kuni borib, Lushi o'shaqda o'lib ketsin, Goldga ham oson bo'ladi. Lushi o'lib ketsin o'sha tomonlarda. O'zbekistonga kirib kelsa mazasini qochiraman. Qonuniy, hech kim bilan urushmayman. Qonun ustuvor. O'zbekiston Respublika prezidentimiz chiqarib qo'ygan qonunlariga tayangan holatda men bularning mazasini qochiraman. Qonunga tayangan holatda. Men ko'chada urushib solishmayman. Meni oldimga bitta gandon kelib, men zo'rman desa, sen zo'rsan deyman. Qachonki sen mendaqa pul topganingda men sen bilan urushaman deyman. Chunki normal pul topgan odam ko'chada urushmaydi. Ko'chada ham urushmaydi, boshqa joyda ham urushmaydi. Pul bilan hal qilaveradi ko'p narsani. Menga o'xshab pul topsa, keyin ko'chada urushmay qo'yadi. Ko'chada urushmay qo'yadi. Shunaqa akalar, sizlar gapirsak, u deysizlar, sizlar meni o'zlaringni o'rnilaringga sizlar qo'yib ko'rsalaring, bilasizlar-da, sizlarni ota-onalaringni birortasi, xotinlaringni, dadalaringni, singillaringni, ukalaringni chiqarib turib, 24 soat onangizga 21 ta video chiqardi. 21 ta video chiqardi jalab. Hamma videosini disketga chiqarib, chotki qilib, planshi nimaga chiqartirib qo'yganman. Endi xudo xolasa buni kelishini kutyapmiz, oilaviy kutyapmiz. Oilaviy, biz oilamiz bilan kutyapmiz. Kelib qolgan kuni xudo xolasa joyini ko'rsatamiz buni inshaalloh. Nima dedingiz? Aka, to'g'rimi qaror? Shunday qilgan bo'lsa to'g'ri. Bildingizmi nima uchun Goldni gapirib chiqishimni? Shunday men endi bildim, haqiqatan bilmasdim. Endi bildim.
Hmm. Sizni ham farzandingiz bor, sizni ham xotiningiz bor. Men oilamda shu vaqtgacha hech qayerda ko'rsatmaganman. Hech qayerda, hech kim ko'rmagan. Ashilar chiqarib yubordi meni, xotinimni, dadamni ashilar chiqarib yubordi. Shular chiqardi. Shuning uchun Xudo xolasa bu O'zbekistonga keladi. Biz u bilan shug'ullanamiz keyin. Inshaalloh. Ko'chada urushmayman. Qonuniy. Qonuniy, Ligoy bilan qonuniy gaplashaman men. Vandani bo'larmi, Arnold Shvarsenegger bo'larmi, Bruce Lee bo'larmi, qonuniy gaplashaman. Hozir eng to'g'ri qaror shu. Hozir mana yerda PR qilsangiz ham ko'tingizga yetaryapti. Shunday. Ha, mana kecha meni mezbonxonaga chaqirdi, chiqib ketdim mana. Oddiy mana yerda PR qilsangiz ham yasayapti. Chunki prezidentimiz qattiq turyapti. O'zi ham selektorlarni aytyapti, "Ey, sportsmenlar o'zicha ko'chani yasab olgan sportsmenlar bor ekan" deb. Qonuniy hamma yo'q. Ba'zilar aytadi, terpiylasan, usan, busan. Terpiylar qanday terpiylar bo'lishi mumkin, ey? Hozir bilan zamon hech narsani ko'tarmaydi bilan. Zamon hech bolani ko'tarmaydi.